dakansa riskovat qilish kerak, dakansa. Agar dakansa riskovat qilmasangiz, tarix ham yoza olmaysiz. No risk, no money. Bratishka, no risk, no money. O'sha uchun ana ko'zga qo'rquv option bo'lmasligi kerak. Faqat bitta o'zidan qo'rquv bo'lsa bo'ldi. O'sha uchun riskovat qiling degani bu qarz oling, kredit oling degani emas. Riskovat degani ichiga bor-ku. Shu nima narsa sotilayotgan narsa bor. Soting ichiga pulni jamlab bor-ku. Bad boshlang biznesni. Ana u riskovat deyiladi. Hay mayli hozircha jamlagan pulingiz bo'lmasligi mumkin. Lekin bor-ku, mayli 1 oy, 2 oy, 1 yil, 2 yil pul jamlang ichiga. Yemay, ichmay pulni jamlang. Keyin bitta zo'r biznes boshlang. Farqi yo'q, любой biznesni yurgizsa bo'ladi. Faqat o'zi xohlasa bo'ldi, tamom. Ana shunaqa, dakansa riskovat qilish kerak, dakansa. O'xshab ketsa zo'r bo'lasiz. Agar o'xshamasa bankrot bo'lsangiz bor-ku, hech qachon g'alaba qilgan odam dono fikrlay olmaydi.